oyati bor. Jannatga eng oxiri kiradigan ummat ichida bir odam bor. Bu odam jahannamdan chiqadi. Jahannamdan chiqqanda Alloh taolo uni jahannamdan chiqarib jahannamga qaratib qo'yadi. Azobdan qutuladi-yu, lekin qarab turibdi jahannamga. Bir qancha muddat jahannamga qarab zerikadi. Keyin aytadiki, Robbim, meni jahannamdan yuzimni teskari qilib qo'y. Boshqa sendan hech narsa so'ramayman deydi. Alloh taolo uni yuzini jahannamdan teskari qilib qo'yadi-da, uzoqdan jannatni ko'rsatib qo'yadi. Bu banda yuzi teskari, jahannam orqada qoldi, lekin oldinda jannat. Ko'rib shu havasi ortib, bir qancha muddatdan keyin chidamasdan, Robbim, shu jannatga meni sal yaqinroq olib borib qo'y deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki, hozir mendan hech narsa so'ramayman deganding-ku. Mayli, so'raganingni beraman deydi-da, jannatga yaqin olib borib qo'yadi. Jannatning hidlari, ichidagi rohatlar, ajoyibotlar bunga ko'rinadi. Jannatni tomosha qilib shu kira olmayapti-da, ko'rish bor, yeyish yo'q degan maqol shunda. Keyin bir qancha muddat zerikkandan keyin yana yolborishni boshlaydi. Banda ekanda, banda aytaveradi ham, qaytaveradi ham. Yo Robbim deydi, shu jannatga meni kirgizib qo'y deydi. Shunda Alloh taolo kuladi. Hadis shariflarda keladi. Alloh qanday kuladi deb tortishadi hozir 3 ta salafiy chiqib olib. Uni nima qilasan, jannatga kirish haqida gapiryapman men. Bu behuda bu. Kuladi bo'ldi, hadisda keldi. Kuladi, o'tib ketaveraylik. Deydi, salaf shunaqa deydi. Amirruha kama ja'at deydi. Tafsiruha qiroatuha. Kuladi deb o'qishlik tafsiri shu. Qanday, qanaqa, yo'q, unga kirmaymiz. Alloh taolo aytdi, payg'ambar alayhisalom aytdi shu. Keyin Alloh taolo bandaga juda yaqin kelib aytadi. Ey bandam deydi. Nima gunohlarni qilgan eding u dunyoda? Bu ham boshqa bir rivoyatda, hadisning boshqa turuqida. Banda endi gunohlarimni so'rayapti, halokatga uchrasam kerak deydi-da, hijolat qilib, qo'rqib, Alloh o'zi biladi. Lekin gunohlarni o'zidan e'tirofini so'rayapti bandani. Banda falon gunohni qilganman, piston gunohni qilganman deb gunohlarni sanab ketadi. Sanaganda Alloh taolo yana eslatadi. Falon gunohni ham qilgansan-ku deydi. Ha, uni ham qilganman deydi. Endi banda aytadiki, endi halok bo'ldim shekilli. Endi shuncha gunohlarimni Alloh taolo yuzimga solyaptimi? Najot yo'q shekilli deb ichida qo'rquv paydo bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadiki, o'sha gunohlarni hammasini dunyoda boshqa odamlar bilmasida, ha, berkitgan edim, ha, satr qilganmidim? Ha, kechirganimga dalil edi o'sha deydi. O'sha gunohlaringni hammasini hozir savobga aylantirib senga beraman deydi. Deganda bandani yana gunohlari esga tushadi. Bekitganlari savobga aylanyapti-yu. Falon gunohni ham qilgan edim, uni ham, buni ham deb so'rab ketib qoladi. Keyin Alloh taolo bandaga aytadi, shu jannatga kirsang nima bo'lishini xohlaysan deydi. Nima? Banda bilmaydi, menga deydi, shu falon piston narsa. Dunyodagi manaman degan podshohlarni 100 tasini, 1000 tasini, falonchasining mulkchalik joy bo'lishini xohlaysanmi desa, xohlayman deydi. Keyin Alloh taolo unga ilhom ham qiladi. Mana bu narsa bo'lishini xohlaysanmi? Bu narsa bo'lishini xohlaysanmi? Xullas, jannatda eng oxiri kiradigan odamga o'zi o'ylagan, o'zi xohlagan narsadan chandon ko'p narsa beriladi. Rozi bo'ladi u. Kirgandan keyin jannatga kirib olib aytadiki, menga berilgani boshqa hech kimga berilmadi deydi. Vaholanki eng oxirgi pag'anadagi odam u. Bu jannatda Firdavs degan joy bor. Rasulullohning qo'shnisi bo'lish bor.